Doktor, doğru yap boğucu ben aç koyunca Rambo devlap gelsen butte. Kuşkutum urgup tusu butte degenden gaplanacak deslik. Hey, biz Uyghur tibabatida unda indin yap boğucu mindin payda katkan doğrular hazırçı yok. Ve fakat doğru yap 5-6 günden keyin undan keyin asta menfaat qilishga başlaydı. Bugun keş iş ağan doktor. Meni bugun kechi derhal Rambo'ga o'zgartib olsangiz butte deytqanlar bak ko'payib ketdinglar. Agar ashunda bugun keç iş elib 2 soatning oldida yevagan do'rangni haqiqatan sen Rambo qo'yanja qilgan bo'lsa unda bo'lsalar hormonliq dori yapdimi deb bilsanglar bu tibobatning dorisi emas abi. Bunun tarkibiga hormonliq turdagi dorilarni saqlay. Shunda dorilarni doim iste'mol qilaversanglar, amaliyotda dorining ichida haqiqatan Uyg'ur tibobat dorilar mahsulotlarimi bor. Sizlarga proqindan, ta'midan ko'pliganda bu tip dorisi ekan deb bilasizlar. Amaliyotda uning ichiga hormon turdagi dorilarni unday soqab aralashtirib o'tadi. Shu unda tezratda ta'sir qilgan dorilar meningcha Uyg'ur tibobat, sap Uyg'ur tibobat dorisi emas. Endi Uyg'ur tibobat dorilar ichida mushu bahni kuchlanayotgan dorilarning ichida Qunduz qahri deb bir dori bor. Mushu Qunduz qahri degan dori bevosita börekka bora oladi. Qolgan dorilar mumkin emas, bevosita börekka bora olmaydi. Shuni börekka ishlatgan Uyg'ur tibobat dorilardan biz 70-80 xil dori soatimiz ay bittal qiyam turdagi dorilarga. Oshqozonda to'xtab qolmasin, jigarda yo'qolib ketmasin, yurak meni o'ziga qabul qilib olmasin. Mushu börek ishlatgan dorilar cho'qim shu börekni o'ziga borsin deb biz qolgan oshqozonni quvvatlayotgan, jigarni asrayotgan, yurak mingini quvvatlayotgan dorini birga qatish orqali qon aylanish orqali börekka apag'izimiz. Shu börekni kuchlanayotgan dorilarni. Shunga endi mushunda dorilarni iste'mol qilgan chog'imizda 5-6 kunlardan boshlab bizda ta'sir ko'rishning sababi sizda cho'qim oshqozon, uchay, jigar, minga qatorliq a'zolaringizdanki anatomik tuzilishi, fiziologik xususiyati normal bo'lgan ahvol ostida Uyg'ur tibobatining bahni kuchlanayotgan dorilar sizga haqiqatan manfaat qiladi. Agar u a'zolarni kasallik ahvolida ko'rgan bo'lsa, börekka berishga tegishli nurg'ulg'an dorilar ma'lum bir a'zo orqali sumirilib olib, börekka borolmay, shuning bilan börekni kuchlantirish orzuyimiz ko'pikka aylanadi. Shunga Uyg'ur tibobatida vaqtni tez suratda qo'lga keltirib, qisqa vaqt ichida Rambo'ga aylanibman deyotgan yosh bolalar eng yaxshisi g'ayqitini qatinglar. Keyinchi bo'lsa hamma ishdan quruq qolasizlar.